Diqqat aholiga tezkor xabar. Dekret nafaqasini olish tartibida muhim o'zgarishlar sodir bo'ldi. Bugun shu haqda batafsil gaplashamiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi xabar ayniqsa ishlayotgan ayollar uchun juda ham muhim sanaladi. Shuning uchun ushbu videomizni oxirigacha ko'ring va ko'rish davomida like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Siz shu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. Dekret nafaqasi hamda vaqtincha mehnatga layoqatsizlik nafaqalarini tayinlash tartibida o'zgarishlar sodir bo'ldi. Eng muhim jihati, nafaqa olish uchun zarur bo'lgan 6 oylik sug'urta stajini hisoblash tartibi yengillashtirilmoqda. Yangi tartibga ko'ra, xodim kasal bo'lgan yoki ish haqqi saqlanmaydigan ta'tilda bo'lgan davrlar sug'urta stajini o'zi qo'ymaydi. Bunaqa mahsulotlarning ko'pini ko'rganman deysizmi? Vulkan ishonchingizni to'liq oqlaydi. Erkaklar nima uchun aynan vulkanni tanlamoqda? Prostata bezi shamollashi va adenomasi alomatlarini bartaraf etishga yordam beradi. Peshob chiqarishdagi achishish hamda tez qatnash muammolaridan xalos etadi. Erkaklik quvvati va energiyasini oshirishga ko'maklashadi. Sifatli va hamyonbop vulkan mahsulotini hoziroq maxsus chegirma narxida xarid qiling. Vulkan salomatligingiz qo'riqchisi. Yana bir muhim yangilik bor. Endi kam ish haqqi oladigan yoki yarim stavkada ishlaydigan ayollar ham belgilangan talablarga javob bersa, sug'urta stajiga ega bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, tug'ish jarayoni qiyin kechgan holatlarda yoki ayol bir vaqtning o'zida 2 va undan ortiq farzandli bo'lganida qo'shimcha nafaqa to'lanishi nazarda tutilgan. Bunda qo'shimcha to'lov avvalgi hisob-kitob asosida amalga oshiriladi. Mutaxassislar ta'kidlayotgan yana bir muhim raqam, ushbu o'zgarishlar natijasida qariyb 3000 nafar ayol dekret nafaqasini olish imkoniyatiga ega bo'lishi kutilmoqda. Yana bir jihatga e'tibor bering. Yangi tartib faqat kelajakdagi holatlarga emas, balki 2026-yil 13-maydan boshlab yuzaga kelgan sug'urta hodisalariga ham tatbiq etiladi. Demak, agar siz yoki yaqinlaringiz shu sanadan keyin tegishli sug'urta hodisasiga duch kelgan bo'lsangiz, yangi qoidalar sizga ham taalluqli bo'lishi mumkin. Shuning uchun ushbu xabarni ishlayotgan ayollar va bo'lajak onalarga yetkazib qo'ying. Yangilik siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.